Assalomu alaykum. Xudo xohlasa yana bitta obyektimiz tayyor bo'ldi. To есть kafilga tayyor bo'ldi. Mana bitta kamin. Mana uloqlanishlari. Bitta qozon, mangal. Ishlatib ko'rdik, xudo xohlasa. Yaxshi. Dud tortishlari. Gaz plita, rakvina, 22 talik qozon va 80 talik qozon qo'yib berdik. Xudo xohlasa yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Mana bitta arkalik рабочий stol. Xudo xohlasa 10 kunlardan keyin granit yoki kafil terib beramiz.